İkinci pare. Bismillahirrahmanirrahim. Bazı ahmaq kişiler ularni, yani Peygamber aleyhisselam bilen müminlerni qarab kelyotgan qiblasidan, yani Beytul Muqaddasdan nima yuz o'rgizgandi deydi. Ey Muhammad, aytqinki, Mashriq va Mag'rib, yani hamma taraf Allohningdir. Allah xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Shuningdek, yani sizlarni islomga hidoyat qilgandek kishilarga, yani o'tganki ummatlarga shohid bo'lishinglar uchun va payg'ambarning sizlarga shohid bo'lishi uchun biz sizlarni yaxshi ummat qildik. Sen yuz keltirib kelayotgan tarafni, yani Beytul Muqaddasni qibla qilganligimiz, payg'ambarga ergashganlarni oziylik qilganlardan, yani murtad bo'lib ketganlardan ayrilishimiz uchun edi. Allah hidoyat qilganlardan boshqalarga. Bu, yani qiblaning o'zgartirishi haqiqatan ig'irdir. Allah sizlarning iymoninglarni, yani ilgari Beytul Muqaddasga qarab o'qigan namozinglarni bekor qilib etmaydi. Allah kishilarga haqiqatan mehribondir, nihoyat kuyimchandir. Biz sening Kabe qiblang bo'lishini tilab, qayta osmonga qarag'anligingni ko'rib turyapmiz. Seni cho'qim sen yoqtiradigan qiblaga yuzlantiramiz. Namozda yuzingni Masjidi Haram tarafga qilgin. Ey mo'minlar, qayerda bo'lmanglar, namozda yuzinglarni Masjidi Haram tarafga qilinglar. Haqiqatan kitob berilganlar, yani Yahudilar va Nasaralar buning, yani qiblaning Kabe'ga o'zgartirishining Parvardigori tarafidan kelgan haqiqat ekanligini cho'qim biladi. Allah ularning qilmishidan g'ofil emas. Kitob berilganlarga barcha dalilni keltirsangmi, ular sening qiblangga bo'ysunmaydi. Senmi ularning qiblasiga bo'ysunmaysan. Ular, yani Yahudilar va Nasaralar ham o'zaro bir-birining qiblasiga bo'ysunmaydi. Sana ilim, yani vahiy kelgandan keyin mubodo ularning nafsi xohishlariga bo'ysunsang, u chaqda sen cho'qim zulm qilganlardan bo'lasan. Biz kitob berganlar, yani Yahudilar bilan Nasaralar uni, yani payg'ambarni o'z o'g'illarini to'nigandek to'naydi. Ularning bir firqasi shubhisizki haqiqatni bilib turib yoshiradi. Haqiqat Allah tarafidan kelgandir. Hergiz shak keltirguchilardan bo'lmagan. Her ümmetning yuz keltiradigan tarafi, yani qiblasi bor. Ey mo'minlar, yaxshi amallarni qilishga oldiranglar. Qayerda bo'lmanglar, qiyomat kuni Allah hammanglarni hisob uchun yig'adi. Allah haqiqatan hamma narsaga qodirdir. Qayerdan safarga chiqmagan namozingda yuzingni Masjidi Haram, yani Kabe tarafga qilgin. Bu haqiqatan Parvardigoring tarafidan kelgan haqiqatdir. Allah sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. Kishilar, yani Yahudilar va mushriklarga sizlarga qarshi dalil isbot bo'lmasligi uchun, ey Muhammad, safar qilishga qayerdan chiqmagin. Namozingda yuzingni Masjidi Haram tarafga qilgin. Ey mo'minlar, sizlarmi qayerda bo'lmanglar, namozinglarda yuzinglarni Masjidi Haram tarafga qilinglar. Faqat ularning ichidagi zulm qilguvchilarlar qiblaning o'zgarganligini sizlarga qarshi dalil qilib oladi. Ular, yani zolimlardan qo'rqmanglar. Mening amrimni tutish bilan mendan qo'rqinglar. Qiblani o'zgartishga amr qilishim sizlarga bergan ne'matimni kamolatga yetkazishim uchun va to'g'ri yo'lda bo'lishinglar uchundir. Shuningdek, yani sizlarga bergan ne'matimni kamolatga yetkazganimdek
o'z ichinglardan sizlarga bizning oyatlarimizni tilovat qilib berdigan, sizlarni mushriklik va gunohdan pok qiladigan, sizlarga kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni, ya'ni diniy ahkomlarni o'rgatadigan, sizlarga bilmaganlaringlarni bildiradigan bir payg'ambar avatdiq. Meni toat ibodat bilan yod etinglar. Meni yod etsanglar, menmu sizlarni savob berish bilan, mag'firat qilish bilan yod etaman. Manga shukr qilinglar. Noshkurlik qilmanglar. Ey mo'minlar, sabr orqali va namoz orqali yordam tilanglar. Allah haqiqatan sabr qiluvchilar bilan billadir. Allah'ның yolida öldürülgenlerini, yani şehitlerini ödük demanglar. Belki ular tirikdir. Lekin sizlar buni sezmaysizlar. Biz sizlarni bir az qo'rqinish bilan, bir az qahatchilik bilan va mollaringlarga, jonlaringlarga, bolalaringlarga, ziroatlaringlarga yetadigan ziyon bilan cho'qim sinaymiz. Beshiga kelgan musibat, ziyon zahmatlarga, sabr qiluvchilarga jannat bilan xush xabar bergin. Ularga birer musibat kelgan chaqda ular biz albatta Allohning igdorchiligimiz, ya'ni Allohning bandalarimiz, cho'qim Allohning dargohiga qaytimiz deydi. Ani shular Parvardigorning mag'firati va rahmatiga erishguchilardir. Ani shular hidoyat topquchilardir. Safa bilan Marva haqiqatan Allohning dinining alomatlaridir. Haj qilgan yoki umr qilgan odam ularning orasida sa'i qilsa hech bak yo'q. Ularning orasida sa'i qilsa hech bak yo'q. Kimki o'z ixtiyori bilan biror yaxshilik qiladi ekan, Alloh uning mukofotini beradi. Alloh albatta shukrning mukofotini berguchidir. Alloh hammani bilguchidir. Bu kitobda, ya'ni Tavratda kishilarga to'g'ri yo'lni aniq bayon qilganimizdan keyin biz nozil qilgan Muhammad alayhisalomning rost payg'ambar ekanligini isbotlaydigan ro'shan dalillarni va to'g'ri yo'lni yo'shirdiganlarga Alloh la'nat qiladi. Ya'ni rahmatidan yiroq qiladi. La'nat qiluvchilar, ya'ni farishtalar va mo'minlar ularga la'nat qiladi. Faqat tavba qilganlar, amalni tuzatganlar, Yahudilarning Tavrat ahkomlaridan yo'shirganlarini bayon qilganlar buningdan mustasno. Ana shularning tavbasini qabul qilaman. Men tavbani bakmi qabul qilguchidirman. Nihoyat mehribondurman. Shubhisizki kofir bo'lib, kofir peti o'lganlar bor. Ana shular cho'qim Allohning, farishtalarning va insonlarning hammasining la'natiga uchraydi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ulardan azob yengiltilmaydi. Ularga beriladigan azob kechiktirilmaydi. Sizlarning ilohinglar bir Allohdir. Sizlarning ilohinglar bir ilohdir. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U nihoyat shafqatlidir, nihoyat mehribondir. Osmonlarning va zaminning yoritilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashishida kishilarga foydali narsalarni elib, dengizda üzüp yürügen kemilarda, Allah bulutdan yağdırıp bergen, ölgen ziminni tirildirdigan yağmurda, yer yüzüge tarqitib etken hayvanatlarda, şamal yönelişlerinin özgürüp turuşida, osman zimin arsida bo'ysundirilgan bulutlarda, tushunadigan kishilar uchun albatta Allah'ның birligini ko'rsatadigan dalillar bordir. Ba'zi odamlar Allohdan g'ayrilarni, ya'ni butlarni Allohga sherik qilib oladi. Ularni mo'minlarning Allohni do'st tutganidek do'st tutadi. Ya'ni ulug'laydi va ularga bo'ysunadi. Mo'minlar Allohni hammadan bak do'st tutquchilardir. Zolimlar qiyomat kuni o'zlariga tayyorlangan azobni ko'rgan chog'da
bütün kuch-quvvatning Allohga mansub ekanligini va Allohning azobining qattiq ekanligini koshki bilsa edi. Dunyoda Allohga sherik keltirganliklariga haddidan ziyoda pushaymon qiladi. Ayni vaqtda agash turguchilar azobni ko'rib, agash kuchlardan oda juda bo'ladi. Ularning o'zaro munosabati, ya'ni dunyodagi do'stligi uziladi. Agash kuchlar koshki bizlarga dunyoga qaytishga bo'lsa edi. Ular bizdan oda juda bo'lgandek, bizmi ulardan oda juda bo'latdik deydi. Alloh ularga yomon ishlarining hasrat bo'lganligini mushundaq ko'rsatdi. Ular do'zaxdan chiqmaydi. Ey insonlar, yer yuzidagi halol, pokiz narsalardan yanglar. Shaytonning yo'llariga ergashmanglar. Chunki shayton sizlarga ochiq dushmandir. Shayton sizlarni haqiqatan yomonliklarga, qabih gunohlarga va Alloh nomidan, yolg'ondan, Alloh sizlarga halol qilgan narsalarni harom deb va harom qilgan narsalarni halol deb, sizlar bilmaydigan narsalarni aytishga buyuruydi. Har qachon ularga, ya'ni mushriklarga Allah nazlı qilgan narsaga, ya'ni Allah payg'ambariga nazlı qilgan vahiyga, Qur'onga agishinglar deyilsa, ular yo'q, ota-bobolarimizdan qolgan dinga agishimiz deyishidi. Ota-bobolari hech narsani tushunmagan va to'g'ri yo'lda bo'lmagan tursa, yana ularga agishamdi. Kofirlarni hidoyatga da'vat qiluvchi xuddi ma'nisini tushunmay, tovushini va nidonni anglaydigan chahar paylarni chaqirgan odamga o'xshaydi. Kofirlar haqni anglashdan g'astur, haqni so'zlashdan qochidir, haqni ko'rishdan ko'rdir. Ular vaz nasihatni tushunmaydi. Ey mo'minlar, biz sizlarni rizqlantirgan halol narsalardan yanglar. Agar Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar, Allohga, ya'ni Allohning haddi hisobsiz ne'matlariga shukr qilinglar. Alloh sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvonni, qonni, cho'shqi go'shini, Allohdan g'ayrining, ya'ni butlarning nomi aytilib bo'g'izlangan hayvonni yeyishni harom qildi. Kimki o'z ixtiyoricha emas, ilojsizlikdan, yuqorqi harom qilingan narsalardan hayotini saqlab qolgudak yesa, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Kimki o'z ixtiyoricha emas, ilojsizlikdan, yuqorqi harom qilingan narsalardan hayotini saqlab qolgudak yesa, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Haqiqatan Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Alloh kitobda, ya'ni Tavratda nazil qilgan narsalarni yo'shiradigan va uni ozgina pulga sotadiganlarning qorniga yegini faqat o'tdir. Chunki ularning yegan shu harom meli ularni do'zaxga ib boradi. Qiyomat kuni Alloh ularni xushal qiladigan so'z qilmaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ani shular hidoyatni gumrohlikqa, mag'firatni azobga, ya'ni jannatni do'zaxga tegishdi. Ular do'zax azobiga nima degan chidamliq? Bu qattiq azob. Shuning uchunki Alloh haqiqatan haq kitobni, Tavratni nozil qildi. Ular Tavratdagi narsalarni yo'shirdi va o'zgartirdi. Kitap to'g'risida ixtilof qiluvchilar cho'nqur nizodadir. Sizlarning kun chiqqan va kun patgan tarafga yuz keltirishinglarning o'zila yaxshi amalga yotmaydi. Balki Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitobga, ya'ni Alloh nozil qilgan kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirish, Allohni suyish yuzidan xish aqribolarga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga,
ya'ni pul milidan aloqasi uzilib qolgan musofirlarga, saillarga va qullarning ozodlikqa erishishga pul mol yordam berish, namoz o'qish, zakot berish, ahdiga vafo qilish, yo'qsizlikqa, kasallikka va Allohning yo'lida qilingan urushqa bardoshlik berish yaxshi amalga kirdi. Ani shular, ya'ni yuqorqi sifatlarga ega kishilar iymonida rostchil odamlardir. Ani shular taqvodor odamlardir. Ey mo'minlar, o'ldirilganlar uchun qisos ilish sizlarga farz qilindi. Hur odam uchun hur odamdan, qul uchun quldan, ayol uchun ayoldan qisos ilinadi. Qotil uchun diniy qarindoshi tarafidan bir narsa kechirim qilinsa, ya'ni o'ldirilguchining egisi qotildan diyat ilishga rozi bo'lib, qisos ilishdan voz kechsa, u jinoyatchidan diyatni chiroyliqcha talab qilishi lozim. Jinoyatchimi diyatni yaxshilikcha, ya'ni kechiktirmasdan, kemaytirmasdan to'liq berishi lozim. Bu hukm Parvardigoringlar tarafidan sizlarga berilgan yenikiltishdir va rahmatdir. Shuningdan keyin, ya'ni diyatni qabul qilgandan keyin chekidan eshib ketgan, ya'ni qotilni o'ldirgan odam qattiq azobga duchor bo'ladi. Ey aql egalari, sizlarga qisosda oyatliq bor. Ya'ni kishi birovni o'ldirgan taqdirda o'ziningmi o'ldirilganligini bilsa, u odam o'ldirishdan yonadi. Shuning bilan uning o'zimi u o'ldirmoqchi bo'lgan odammi o'lishdan saqlanib qoladi. Nohaq qon to'kishdan saqlanishinglar uchun qisos yo'liga qo'yildi. Agar sizlardan biraylan o'lish oldida ko'p mol qoldirsa, uning ota-onasiga va xish aqribolariga odillik bilan vasiyat qilishi taqvodorlarning o'tashga tegishlik burchi sifatida farz qilindi. Vasiyatni anglagandan keyin kimki uni o'zgartirgan, uning gunohi o'zgartganlarga yuklanadi. Alloh haqiqatan hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. Kimki vasiyat qiluvchining savanligi yoki qasdan noto'g'ri qilganligini bilib, ularning, ya'ni vasiyat qiluvchilar bilan vasiyat qilinuvchilarning orasini tuzab qo'ysa, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh haqiqatan mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Ey mo'minlar, gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga, ya'ni ilgirki ummatlarga roza farz qilingandek, sizlarga Ramazon rozasi farz qilindi. Bu farz qilingan roza sanoqliq kunlardir. Sizlardan kimki kasal yoki safar ustida bo'lib, roza tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlarni, ya'ni qazosini boshqa kunlarda tutsin. Rozani qiyrilik yoki ojizlik tufaylidan mushaqqat bilan oron tutadigan kishilar tutmasa, kunligi uchun bir miskin to'yg'udak tomoq fidya berishi lozim. Kimki fidyani belgilangan miqdordan ortiq bersa, bu o'zi uchun yaxshidir. Agar bilsanglar, roz tutish sizlar uchun eg'iz uchiq yurishdan va fidya berishdan yaxshidir. Ramazon oyida Qur'on nozil bo'lishga boshladi. Qur'on insonlarga yetakchidir. Hidoyat qiluvchi va haq bilan nohaqni ayiruvchi ro'shan oyatlardir. Sizlardan kimki Ramazon oyida hozir bo'lsa, Ramazon rozasini tutsin. Kimki kasal yoki safar ustida, ya'ni musofir bo'lib tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlar uchun boshqa kunlarda tutsin. Alloh sizlarga osonlikni xohlaydi, tasdiqni xohlamaydi. Og'zinglar uchiqib yurgan kunlarning qazosini qilish bilan Ramazon rozasining sonini to'ldirishinglarni, sizlarni hidoyat qilganligiga Allohni ulug'lashinglarni, uning in'omlariga shukr qilishinglarni xohlaydi. Mening bandalarim sendan men to'g'riliq so'rasa, ularga aytqinki,
Mən həqiqətən ularga yaqinman. Ya'ni ularning ahvolini, so'zlarini bilib turaman. Manga duo qilsa, men duo qiluvchining duosini ijobat qilaman. Ular to'g'ri yo'l tepish uchun mening da'vatimni qabul qilsin va menga iymon etsin. Ya'ni hamisha iymon bilan bo'lsin. Ro'za kechalarida ayollarga yaqinchilik qilish sizlarga halol qilindi. Ular sizlar uchun kiyimdir. Ya'ni ular sizlarga o'rlashib yashaydi va kiyim badanga yepishgandek yepishidi. Sizlarmi ular uchun kiyimsizlar. Ya'ni sizlarmi ularga o'rlashib yashaysizlar va kiyim badanga yepishgandek yepishsizlar. Allah o'zinglarni oldiganliklarini, ya'ni ro'za kechasi yaqinchilik qilganinglarni bildi. Allah tavbanglarni qabul qildi. Sizlarni afu qildi. Endi ularga, ya'ni ayollarga yaqinchilik qilinglar. Allah sizlarga taqdir qilgan narsani, ya'ni farzandni talab qilinglar. Toki tongning oq ipi qor ipidan ayrilganға, ya'ni tong yo'rg'anga qadar yanglar, ishchinglar, ondan kech kirgacha ro'za tutinglar. Sizlar masjidda itikofda o'tirgan chig'inglarda kunduz bo'lsin, kecha bo'lsin, ularga yaqinchilik qilmanglar. Ani shular Allah belgilagan chegirlardir. Ya'ni mani qilgan ishlardir. Uningga yaqinlashmanglar. Kishilarning harom qilingan ishlardan saqlanishlari uchun Allah oyatlarini ularga mushundaq bayon qiladi. Bir-biringlarning mollarini nohaq yevanmanglar. Bilib turib, kishilarning bir qism mollarini zulm bilan yevilish uchun hokimlarga pora bermanglar. Ey Muhammad, sendan yangi chiqqan oy, ya'ni oyning kichik chiqib cho'ngiydiganligi, ondan kichiklaydiganligi to'g'riliq so'rashidir. Ularga aytqinki, u kishilarning tirikchilik, so'd setiq, muomala, ro'za tutish, eg'iz ichish qatorliq ishlarning va hajning vaqtlarini hisoblashi uchundir. Jahiliyat davrida qilganinglardek ihromdagi chig'inglarda uylarning orqasidan to'shik ichib kirish yaxshilikqa yotmaydi. Allohning amriga muxolif ish qilishdan qo'rqqan odam yaxshi amal egsidir. Ihromdagi chig'inglarda odatdagidek uylarning darvozasidan kiringlar. Baxtga erishishinglar uchun Allohga taqvodorlik qilinglar. Sizlarga urush ochgan odamlarga qarshi Alloh yo'lida jihad qilinglar. Tajovuz qilmanglar. Tajovuz qiluvchilarni Alloh haqiqatan do'st tutmaydi. Ularni, ya'ni mushriklarni, ular haramda bo'lsin, boshqa yerda bo'lsin, urush harom qilingan oylarda bo'lsin, uchratgan yerda o'ltiringlar. Sizlarni yurtinglardan, ya'ni Makkadan chiqarib etgandek, sizlarmi ularni yurtidan chiqarib etinglar. Ziyonkashlik qilish urushdanmi yomondir. Toki ular o'zlari urush ochmog'icha Masjidi Haram atrofida ular bilan urush qilmanglar. Agar ular Masjidi Haram atrofida o'zlari urush ochsa, ularni o'ltiraveringlar. Kofirlarning jazosi shundoq bo'ladi. Agar ular urushni to'xtatsa, sizlarmi urushdan qo'l yig'inglar. Allah tavba qiluvchilarga haqiqatan mag'firat qiluvchidir. Nihoyatda mehribondir. Toki ziyonkashlik tugagan va Allohning dini yo'lga qo'yilganiga qadar ular bilan urushinglar. Agar ular urushni to'xtatsa, zulm qiluvchilardan boshqalarga dushmanlik qilishga bo'lmaydi. Urush harom qilingan oy, urush harom qilingan oyga tengdir. Ya'ni urush harom qilingan oylarda dushmaninglar sizlarga chiqilsa, shu oylarda sizlarmi ularga chiqilsanglar bo'ladi. Hurmatli saqlanishga tegishli narsalar teng barobardir. Ya'ni hurmatli saqlanishga tegishli narsalarni boshqalar dafsanda qilsa,
intiqam erish yuzidan sizlarmi ularni dapsanda qilsanglar hech yomoni yo'q. Birov sizlarga qanchalik chiqilgan bo'lsa, sizlarmi uningga shunchalik chiqilinglar. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Alloh taqvodorlar bilan birgadir. Allohning yo'lida pul mol sarf qilinglar. O'zinglarni halokatga tashlamanglar. Ihson qilinglar. Ihson qiluvchilarni Alloh haqiqatan do'st tutadi. Haj bilan umrani Alloh uchun to'liq o'rinlanglar. Agar dushman yoki kasallik sababidan hajni yoki umrani ado qilishda to'sqinlikqa uchrasanglar, u holda nima o'ng'ay bo'lsa, ya'ni to'ga, kola, qo'ydan nimani topsanglar, shuni qurbonlik qilinglar. Qurbonlik qilinadigan mol joyiga, ya'ni belgilangan joyga yetmaguncha beshinglarni tushirmanglar. Sizlardan kimki kasal, ya'ni chechini tushirsa, ziyon qiladigan kasal yoki beshida illat, ya'ni bosh og'riqi, pitqa o'xshashlar bo'lib, beshini tushirsa, fidya qilish yuzidan 3 kun ro'z tutsin. Yoki 6 miskinga 3 sa sadaqa bersin. Yoki birer mal qurbonlik qilsin. Aminlikda bo'lgan chig'inlarda oranglardan ömür qilgandan keyin haj qilishdan bahramon bo'lgan odam, ya'ni hajdan burun ömür qilib tamomlagan odam nima o'ng'ay bo'lsa, shuni qurbonlik qilsin. Puli yo'qlikdan yoki qurbonlik mol yo'qligidan qurbonlik mol topolmagan odam haj jarayonida 3 kun ro'z tutsin. Hajdan qaytgandan keyin 7 kun ro'z tutsin. Uning hammasi 10 kun bo'ladi. Mana bu, ya'ni ömür qilgan odamga qurbonlik qilish lozimligi yoki ro'z tutish haqidagi hukm Masjidi Haram doirasida, ya'ni haramda o'tirishliq bo'lmagan kishilar uchundir. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Allohning azobi qattiqdir. Haj vaqti ma'lum bir qancha oydir. Ya'ni Shavvol, Zulqayda oylari va Zulhajja oyining 10 kunidir. Bu oylarda haj qilishni niyat qilgan, ya'ni ihrom bog'lagan odamning jinsiy aloqa qilishi, gunoh qilishi va janjal qilishi ma'ni qilinadi. Sizlar qandoqligi yaxshi amalni qilsanglar, Alloh uni bilib turadi. Oxiratlikinglar uchun zot rohila ilinglar. Eng yaxshi zot rohila taqvodorlikdir. Ey aql egilari, menga taqvodorlik qilinglar. Parvardigoringlardan haj mavsumida tijorat va boshqa ovqat orqali rizq talab qilsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Arafatdan qaytgan chig'inglarda Mash'ari haramda, ya'ni Muzdalifada Allohni yod etinglar. Alloh sizlarni hidoyat qilganligi uchun uni yod etinglar. İlgiri sizlar haqiqatan gumroh edinglar. Ya'ni Alloh sizlarni hidoyat qilishdan ilgari gumrohlar qatorida edinglar. Ondan keyin sizlar Arafatdan kishilar qaytgan joy bilan qaytdinglar. Allohdan mag'firat talab qilinglar. Sizlar Arafatdan kishilar qaytgan joy bilan qaytinglar. Allohdan mag'firat talab qilinglar. Alloh haqiqatan nihoyatda mag'firat qiluvchidir. Nihoyatda mehribondir. Sizlar hajga oid ibodatlarni ado qilgandan keyin Allohni bo'lsa, ota buvanglarni tahirlanib yod etgandek yoki uningdanmi ziyoda yod etinglar. Ba'zi kishilar, ey Parvardigorimiz, bizga nasibimizni bu dunyoda bergin deydi. Halbuki uningga oxiratda yaxshilikdan hech nasibi yo'qdir. Ba'zi kishilar, Parvardigorimiz, bizga dunyoda yaxshilik ato qilgin, oxiratdami yaxshilik ato qilgin, bizni do'zax azobidan saqlag'in deydi. Ana shular o'zlari qilgan amallarining mo'l mevasini ko'radi.
Allah'ның hesap edişi tezdir. Yani şuncha ko'p xaloyiqdan qisqa vaqt ichida hesap elib bo'ladi. Hesap elib bo'ladi. Sanoqliq kunlarda, yani tashriq kunlarida Allah'ni yod etinglar. Yani namazlarning oxirida takbir aytinglar. Minadan oldirab 2 kunda qaytgan odamga hech gunoh bo'lmaydi. Ta'xir qilib qaytgan odamga hech gunoh bo'lmaydi. Yuqorqi ahkamlar taqvodorlik qilib hajni to'liq ado qilmoqchi bo'lgan odam uchundir. Allohdan qo'rqinglar. Bilinglarki, sizlar hisob uchun Allohning dargohiga yig'ilasizlar. Ey Muhammad, ey Muhammad, kishilar orasida shundoq odam borki, uning dunyo tirikchiligi to'g'risidagi so'zi seni qiziqtiradi. Lekin u yolg'onchi munofiqdir. U dilidagi narsaga, ya'ni dili boshqa, tili boshqa emasligiga Allohni guvoh qiladi. Halbuki u sana va sana ergashuvchilarga ashaddiy dushmandir. Ko'rinishda u shirin so'zi orqali dindor qiyofatga kirib oladi. U huzuringdan qaytgandan keyin zaminda buzuqchilik qilish uchun va ziroatlarni, hayvonotlarni halok qilish uchun tirishadi. Uning buzg'unchiligi amalda insonlarni halok qilish uchundir. Chunki ziroatlarsiz va hayvonotlarsiz insonlarning yashayolishi mumkin emas. Allah buzuqchilikni yoqtirmaydi. Uningga vaz nasihat qilinib, yomon so'z harakatlaringdan qaytib, Allohdan qo'rqqin deyilsa, g'ururi uningga gunoh yuklaydi. Ya'ni haqdan takabburlik bilan bosh tortib, fitna fasodda texmo azvaylaydi. Uningga jahannam yetarlikdir. Jahannam nihoyatda yomon joydir. Ba'zi kishilar borki, ular Allohning razosi uchun jinini pido qiladi. Qilgan amali bilan faqat Allohning roziligini tilaydi. Alloh bandalariga to'liq marhamatlikdir. Ey mo'minlar, islom diniga butunlay kiringlar. Ya'ni islom dinining butun ahkomlariga bo'ysuninglar. Ba'zi ahkomlarga amal qilib, ba'zi ahkomlarini tark etmanglar. Shaytonning yo'llariga va ig'vosiga ergashmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan oshkor dushmandir. Sizlarga islom dinining haqligini ko'rsatadigan ro'shan dalillar kelgandan keyin to'g'ri yo'ldan tiyib ketsanglar, bilinglarki, sizlar jazolansizlar. Chunki Alloh g'olibdir. Ya'ni sizlardan intiqom olishdan ojiz emasdir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Ular, ya'ni islomga kirishni tark etganlar faqat Allohning qiyomat kuni xaloyiqning orasida hukm chiqarish uchun bulut parchalari ichida kelishini, farishtalarning kelishini va xaloyiqning orasida hukm chiqarilib, bir guruh jannatda, bir guruh do'zaxi bo'lib ayrilish bilan xaloyiqning ishining bitishini kutamdi. Bandalarning hamma ishi Allohga qaytariladi. Allohga qaytariladi. Ey Muhammad, İsrail avlodidan so'rag'inki, biz ularga naqadar ko'p ro'shan dalillarni ato qildik. Kimki Allohning ne'matiga erishgandan keyin uni kufrlik qilib o'zgartirsa, Alloh uningga azob qiladi. Allohning azobi haqiqatan qattiqdir. Kafirlarga dunyo tirikchiligi chiroyli ko'rsatildi. Ya'ni ular dunyoning shahvatlariga, ne'matlariga maftun bo'ladi. Mo'minlarni masxir qiladi. Halbuki qiyomat kuni taqvodorlar ulardan daraja jihatda ustun turadi. Alloh xohlagan kishiga hisobsiz rizq beradi. İnsanlar dastlabda bir ümmet, ya'ni haq dinda edi. Keyin ularning ba'zisi iymon etib, ba'zisi iymon etmay ixtilof qilishdi. Alloh mo'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kuffarlarni do'zaxdan ogohlantiruvchi payg'ambarlarni avatdi.
Allah kishilarning ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqarish uchun ularga haq kitobni nozil qildi. Faqat kitob berilgan kishilarla o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin o'zaro hasad qilishib, ya'ni kofirlar mo'minlarga hasad qilib, kitob to'g'risida ixtilof qilishdi. Allah o'z irodasi bo'yicha mo'minlarni ular, ya'ni gumrohlar ixtilof qilishgan haqiqatga hidoyat qildi. Allah xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Sizlar texi ilgirkilar uchragan kulfatlarga uchramay turib, jannatga kirishni o'ylamsizlar? Sizlardan ilgari o'tgan mo'minlar ig'irchiliklarga, kulfatlarga uchragan va cho'chitib etilgan edi. Hatto payg'ambar va mo'minlar Allohning bizga va'da qilgan yordami qachon keladi degan edi. Bilinglarki, Allohning yordami haqiqatan yaqindir. Ey Muhammad, sendan mollarini qandoq sarf qilsa bo'lganligini so'raydi. Aytqinki, mol mulkinglardan nimani sarf qilmanglar, uni ota-onanglarga, xish aqrabolaringlarga, miskinlarga va ibn sabillarga sarf qilsanglar bo'ladi. Yaxshilikdan nimani qilmanglar, Alloh uni bilib turadi. Sizlarga jihad farz qilindi. Halbuki sizlar uni yoqtirmaysizlar. Sizlar biror narsani yoqtirmasliginglar mumkin. Ammo u sizlar uchun foydalidir. Sizlar biror narsani yoqtirishinglar mumkin. Ammo u sizlar uchun ziyonlidir. Sizlarga nimaning foydali ekanligini Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar. Shuning uchun Alloh buyurganga oldiranglar. Ey Muhammad, ular sendan harom qilingan oyda urush qilishga bo'lamdi deb so'raydi. Aytqinki, bu oyda urush qilish cho'ng gunohdir. Allohning yo'lidan to'sish, Allohga kufrlik qilish, masjidi haramda ibodat qilishdan to'sish va masjidi haramdan aholini haydab chiqarish Allohning dargohida texmi cho'ng gunohdir. Fitna, ya'ni mo'minlarga ziyondoshlik qilish, odam o'ldirishdanmi qattiq gunohdir. Ular, ya'ni kuffarlar, qo'lidan kaslar, sizlarni dininglardan qo'ydirib etganga qadar sizlar bilan davomli urushidi. Sizlardan kimki o'z dinidan qaytib, kofir peti o'lsa, uning amallari dunyo va oxiratda bekor bo'lib ketadi. Bundaq odamlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoluvchilardir. Shubhisizki, iymon etganlar, hijrat qilganlar va Allohning yo'lida jihad qilganlar ana shunday kishilar Allohning rahmatini umid qiladi. Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Ey Muhammad, sendan g'aroq va qimor to'g'risida so'rashidi. Sen ularga buning har ikkisida cho'ng gunoh va kishilarga ozg'ina moddiy foydami bor. Lekin ulardagi gunoh foydaga qaraganda texmi cho'ng degin. Ular sendan nimani sadaqa qilish to'g'riliq so'raydi. Ehtiyojidan ortiqini sadaqa qilinglar degin. Dunyo va oxiratning ishlarini tafakkur qilishinglar uchun Alloh o'z oyatlarini sizlarga shundoq bayon qiladi. Ey Muhammad, ular sendan yetimlar to'g'riliq so'rashidi. Aytqinki, tarbiyalash, mollarini o'stirib, ularni tuzash yaxshidir. Ular bilan ularga foydali bo'lgan ravishda o'rlashib yashasanglar. U chaqda, ya'ni ularga qarindoshlarcha muomala qilinglar. Ular sizlarning diniy qarindoshlaringlardir. Alloh yetimlarning ishlarini buzg'uchi va tuzg'uchini bilib turadi. Agar Alloh xolisa, sizlarni qiyin ishqa taklif qilish bilan cho'qim jafoga salatdi. Alloh haqiqatan g'olibdir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Ey musulmonlar, mushrik ayollar iymon etmoqcha ularni nikoyinglarga olmanglar. Hur mushrik ayol husn jamoli va meli bilan sizlarni maftun qilgan taqdirdimi? Mo'min dedak albatta uningdan ortiqdir. Mushrik erlar iymon etmoqcha mo'min ayollar ularga yotliq. Mo'min ayollarni
ularga yotlıq qılmanglar. Hör müşrik sizlarni məftun qılğan təqdirdimi, mömin qul əlbəttə onundan artıqdır. Әні şula, yani müşrik və oyallar sizlarni dozaqqa çaqırdı. Allah öz iradesi boyunca sizlarni cennetke, məğfiratga çaqırdı. Kişiler pənd nəsihat olsun deb, Allah ularga öz ayetlerini bayan qılıdı. Ey Muhammed, ular senden hayiz toğırlıq, yani hayizdar oyal bilan cinsi aloqa qilishning durustlıqı yoki durust emasligi to'g'riliq so'raydi. Aytqinki, hayiz ziyonliqdir. Ya'ni hayiz mezgilda jinsiy aloqa qilish xotin har ikkisiga ziyonliqdir. Hayiz mezgilida oyalinglardan neri turinglar. Hayizdan pok bo'g'icha ularga yaqinchilik qilmanglar. Pok bo'lganda ularga Alloh buyurgan joydan yaqinchilik qilinglar. Allah haqiqatan tavba qiluvchilarni do'st tutadi. Haramdan va nijosatdan pok bo'luvchilarni haqiqatan do'st tutadi. Oyallaringlar sizlar uchun xuddi ekin zorliqdir. Ya'ni nasl teriydigan joydir. Ekin zorliqinglarga xohlagan ravishda kelinglar. O'zinglar uchun oldin ola yaxshi amal tayyorlanglar. Gunohdan cheklanish bilan Allohdan qo'rqinglar. Bilinglarki, sizlar Allohga muloqot bo'lasizlar. Mo'minlarga jannat bilan xush xabar bergin. Yaxshilik qilmaslikqa, taqvodor bo'lmaslikqa va kishilarni aplashtirmaslikka qasam qilish shakli bilan ularni qilishga Allohni to'salg'i qilmanglar. Ya'ni Allah bilan qasam qilishni, yaxshi ishlarni qilmaslikning sababi qilmanglar. Allah sözleringlarni anglab turg'uchidir. Ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Maqsadsiz ishgan qasminglar uchun Allah sizlarni jazoga tortmaydi. Qasdan ishgan qasminglar uchun Allah sizlarni jazoga tortadi. Allah məğfirat qılğucudur, həlimdir. Yani bəndələrini cazalashqa oldirab ketməydi. Oyallarga yaqinchilik qilmaslikqa qasam ishgan kishilar 4 oy kutadi. Agar ular bu muddat ichida oyallarga yaqinchilik qilishga qaytsa, oyallarga yomonlik qilgan gunohini Allah haqiqatan mag'firat qilguchidir. Allah nihoyat mehribondir. Agar ular taloq qilish niyatiga kelsa, Allah haqiqatan ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Niyatlarini bilib turg'uchidir. Taloq qilingan oyallar 3 hayiz o'tkicha iddat tutadi. Taloq qilingan ayollar 3 hayiz o'tkicha iddat tutadi. Agar ular Allohga, oxirat kuniga ishonadigan, bachidonlaridagi Alloh yaratgan narsani, ya'ni bolani yoki hayizni yuvishirishi durust emas. Ularning erlari agar abdishib qilishni xolasa, shu muddat ichida ularni qaytirib kelishga boshqalarga qaraganda eng haqliqdir. Ayollar ustida erlarning haqlari bo'lganidek, erlari ustida ayollarning haqlari bor. Ya'ni ayollar muvofiq darajada huquqdan bahramon bo'lishi kerak. Muvofiq darajada majburiyatni o'tishi kerak. Ayollarga mehr berish va ularning turmushini qamdash majburiyatlari erlarga yuklanganlikdan, erlar ayollardan bir daraja ortiqlikqa ega. Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Qayta yarishishga bo'ladigan taloq 2 qitimdir. Uningdan keyin xotinni chiroyliqcha tutish yoki yaxshilik bilan, ya'ni zulm qilmay, yomon gapini qilmay, kishilarni uningdan yiroqlashtirmay qo'yib etish lozim. Allohning belgilimlariga rioya qilmaslik xavfi, ya'ni yaxshi o'tanmaslik, Allah belgilagan xotinlik huquqlariga rioya qilmaslik xavfi bo'lmasa, o'zinglarning ayollaringlarga mahri uchun bergan mol-mulkdan hech qanday narsani qaytirib olish durust bo'lmaydi.
məhri üçün bərgən mal-mülkdən heç qandaq nərsini qaytırıb biliş durus bolmaydı. Əgər sizlər ular, yəni ayolning Allohning belgilimlariga rioya qilmasligidan qo'rqsanglar, xotinning taloqatini elish maqsadida mal berganligi uchun u ikkisiga, ya'ni xotinga gunoh bo'lmaydi. Ani shular Allohning belgilimlaridir. Ani shular Allohning belgilimlaridir. Uningga xiloflik qilmanglar. Allohning belgilimlariga xiloflik qiluvchilar zolimlardir. Agar uni, ya'ni xotinni 3 qatim taloq qilsa, xotin boshqa erga tegmiguncha uningga durus bo'lmaydi. Keyingi uni taloq qilgandan keyin iddetini to'shqizib, burunqi bilan qayta yarashsa, ularga hech gunoh bo'lmaydi. Agar ular Allohning belgilimlariga rioya qila oladiganligini, ya'ni qayta yarashgandan keyin yaxshi o'talaydiganligini tasavvur qilsa, bu Allohning belgilimlaridirki, Alloh uni biladigan, ya'ni ishning oqibatiga ta'min etadigan qavm uchun bayon qiladi. Sizlar ayollarni taloq qilgan bo'lsanglar, ularning iddati to'shay deb qolgan bo'lsa, ular bilan chiroyliqcha yorishib, ularni nikohinglarda tutinglar. Yoki ularni yaxshilik bilan qo'yitinglar. Zulm qilish maqsadida ziyon yetkazib, ularni tutib olmanglar. Kimki shunday qiladi ekan, ya'ni kimki chiroyliqcha uy tutish niyati bilan emas, balki iddatini uzartib, zulm qilish niyatida xotini bilan yorishadi ekan, o'ziga o'zi zulm qilgan bo'ladi. Allohning oyatlarini kulki qilib olmanglar. Ya'ni Allohning ahkomlarini xiloflik qilish yo'li bilan masxir qilmanglar. Allohning sizlarga bergan ne'matini va sizlarga vaz nasihat qilish uchun nozil qilgan kitobni, hikmatini, ya'ni kitobdagi ahkomlarni yod etinglar. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Alloh har narsani bilguchidir. Agar sizlar ayollarni taloq qilgan bo'lib, ularning iddati to'shqan va qoida bo'yicha tegmoqchi bo'lgan eri bilan kutishgan bo'lsa, ularni nikohlanishdan to'smanglar. Buning bilan ichinglardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlarga nasihat qilinadi. Bu, ya'ni vaz nasihat ilish, Allohning amrlarini tutish sizlar uchun eng foydalidir va eng pokdir. Shariat ahkomlaridan sizlarga nimalar eng foydali ekanligini Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar. Onalar bolalarni imitish muddatida to'liq imitmoqchi bo'lsa, to'liq 2 yil imitishi lozim. Otalar onalarni qoida bo'yicha yemak, ichmak va kiyim-kechak bilan ta'minlab turish kerak. Kishi faqat qo'lidan keladigan ish qila taklif qilinadi. Onani bolasi sababli ziyon tatqizmaslik. Otani bolasi sababli ziyon tatqizmaslik lozim. Agar ota o'lib ketsa, uning varisi otaga o'xshash mas'uliyatni, ya'ni ona bo'g'ichiga nafiqa berish va uning haqlariga rioya qilish qatorliqlarni o'z ustiga olish kerak. Agar ota-ona kengashib, bolani 2 yil to'shmasdinlar ayirib etmoqchi bo'lsa, ularga hech bir gunoh bo'lmaydi. Agar bolalaringlarni inik onlarga imitmoqchi bo'lsanglar, qoida bo'yicha ularning haqqini bersanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Allohdan, ya'ni Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan qo'rqinglar. Bilinglarki, Alloh sizlarning qilgan amrlarni ko'rib turg'uchidir. İçinlarda o'zi vafot bo'lib, ayollari qilib qolgan kishilar bo'lsa, ayollari 4 oy 10 kun iddat tutishi lozim. Iddati to'shqandan keyin o'zlari to'g'riliq qoida bo'yicha ish qilsa, sizlarga, ya'ni shu ayollarga igdorchilik qiluvchilarga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh sizlarning qilgan amrlardan xabardordir. Iddati to'shmagan ayollarga ularni oladiganliqinglarni purtib o'tsanglar yoki buni dilinglarda yo'shirin tutsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ularga ig'iz ochadiganliqinglar Allohga ma'lumdir. Lekin ular bilan yo'shirin va'dalashib qo'ymanglar.
Faqat oshkora aytilsa, kishi xijilib bo'lmaydigan muvofiq so'zni qilsanglar bo'ladi. İditi to'shmag'icha ularni nikohinglarga ilishqa bel bog'lamanglar. Bilinglarki, Alloh dilinglardagini bilib turadi. Uningdan, ya'ni Allohning amriga xiloflik qilib, jazolanishdan hazar aylanglar. Hazar qilinglar. Bilinglarki, Alloh nihoyatda mag'firat qiluvchidir. Allohdan qo'rqib, gunohdan cheklanganlarga halimdir. Ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga oldirab ketmaydi. Agar sizlar ayollaringlarga yaqinchilik qilmay yoki mahri tayinlamay turib, ularni taloq qilsanglar, ya'ni nikohinglarga olgan ayol bilan bir yerda bo'lmagan yoki mahrini muayyanlashtirmagan sharoitda uni qo'yib atsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Lekin uningga mut'a, ya'ni belgilik miqdorda pul mol berishinglar kerak. Ularga narsa beringlar. Boy o'z holiga yarasha, kambag'almi o'z holiga yarasha qoida bo'yicha bersin. Bu yaxshi odamlarning o'tashga tegishlik majburiyatidir. Agar sizlar ularga yaqinchilik qilishdan ilgari va mahri tayinlanib bo'lgandan keyin taloq qilsanglar, tayinlangan mahrining yerimini beringlar. Ammo ayollar o'tinsa, ya'ni mahridan voz kechib butunlay olmasa yoki nikohning tugini o'z ilkida bo'lgan erlar o'tinsa, ya'ni tayinlangan mahrining hammasini bersa, shu bo'yicha bir taraf qilish lozim. Sizlar o'tinsanglar, o'tingan odam taqvodorlikqa eng yaqindir. O'zaro ihson qilishni unutmanglar. Alloh haqiqatan qilgan amalinglarni ko'rib turg'uchidir. 5 namozni bo'libmi namoz deganni davomlashtiringlar. Ya'ni bütün shartlari bilan vaqtida to'liq ado qilinglar. Allohning huzurida, ya'ni namozda itoatmanlik bilan turinglar. Qo'rqinishda qolganinglarda piyoda yoki uloqliq ketib berib namoz o'qinglar. Omonlik topqininglarda Allohning sizlarga o'rgatgani bo'yicha Allohni yod etinglar. Ya'ni qo'rqinish tugaganda Allah namozni qandoq o'tashga amr qilgan bo'lsa, to'liq arkonlari bilan shundoq o'tanglar. Sizlarning ichinglarda o'zi vafot bo'lib, ayoli qilib qoldiganlar, ularning, ya'ni ayollarining 1 yilgacha yemak-ichmak, kiyim-kechak bilan ta'minlanishini, uydan haydab chiqarilmasligini vasiyat qilsin. Agar ayollari o'zlari chiqib ketsa, ularning o'zlari to'g'risida qilgan qoidalik ishlari uchun sizlarga, ya'ni meyitning egalariga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Taloq qilingan ayollarga qoida bo'yicha nafiqa berish lozim. U taqvodorlarning o'tashga tegishlik majburiyatidir. Sizlarning tushunishinglar uchun Alloh o'z ahkomlarini ko'rsatib berdigan oyatlarni sizlarga mushundoq bayon qiladi. O'zlari minglarcha turug'liq, o'limdan qo'rqib, yurtlardan qochib chiqqan kishilardan xabaring yo'qmi? O'zlari minglarcha turug'liq, o'limdan qo'rqib, yurtlardan qochib chiqqan kishilardan xabaring yo'qmi? Alloh ularni o'linglar dedi. Ular o'ldi. Ondan keyin Alloh ularni tirildirdi. Alloh insonlarga haqiqatan marhamatlikdir. Va lekin insonlarning ko'pchiligi Allohning ne'matiga shukr qilmaydi. Allohning yo'lida jihad qilinglar. Bilinglarki, Alloh haqiqatan so'zinglarni anglab turg'uchidir. Niyatinglarni, ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Kimki Allohga qarzi hasana berdigan, ya'ni Allohning yo'lida pul milini xushallik bilan sarf qiladigan, Alloh uningga necha hassa, ya'ni 10 hassadan 700 hassagacha ko'p qaytirdi. Alloh sinash uchun ba'zi kishilarning rizqini tar qiladi, ba'zi kishilarning rizqini keng qiladi. Qiyomat kuni Allohning dargohiga qaytirilasizlar. Sana Musa vafotidan keyin İsroil avlodidan bo'lgan bir jamoaning xabari yetmadimi? Ular o'z vaqtida o'zlarining payg'ambariga
bizga podshoh tiklab bergin, uning bilan dushmanlarga qarshi Allohning yo'lida jihad qilayli deyishdi. Payg'ambar: sizlarga jihad farz qilinsa, jihad qilmay qolasizlarmi? dedi. Ular: yurtlarimizdan haydab chiqarilgan va o'g'illarimizdan judo qilingan tursak, qandaqmi Allohning yo'lida jihad qilmayli? dedi. Ularga jihad farz qilingan chaqda ozg'inisidan boshqa hammasi jihaddan bosh tortdi. Allah zolimlarni obdan bilguchidir. Payg'ambari ularga: Allah haqiqatan sizlarga Talutni podshoh qilib evatdi dedi. Ular payg'ambarga e'tiroz bildirib: u qandaqmi bizga podshoh bo'ladi? Oramizda podshoh avlodlari bo'lganlikdan podshohlikqa biz uningdan haqliqmiz. Uning ustiga uning mol mulki ko'p bo'lmagan tursa dedi. Payg'ambar: Allah haqiqatan sizlarga podshoh qilishga uni ixtiyor qildi. Uning ilmini ziyoda va badinni qobil qildi. Allah saltanatni xohlagan odamga berdi. Allohning fazli kengdir. Uningga kimning loyiq bo'lganligini obdan biladi dedi. Ularga payg'ambari aytdiki: uning podshohligining alomati shuki, sizlarga bir sanduq keladi. Uningda Rabbinglar tarafidan sizlarni taskin topqizadigan narsa va Musaning, Harunning tavalari qoldirib ketgan narsalar, ya'ni Musaning hossisi, kiyimi va Tavrat yozilgan ba'zi taxtalar qochilangan bo'ladi. Uni farishtalar ko'tarib keladi. Agar Allohga va oxirat kuniga ishonadigan bo'lsanglar, buningda, ya'ni tabutning nozil bo'lishida Allohning Talutni sizlarga podshohlikqa tanlaganligiga albatta sizlar uchun ro'shan alomat bor. Talut askarlari bilan Baytul Muqaddasdan ayrilgan chaqda Allah sizlarni bir daryo bilan sinaydi. Kimki uningdan ichidigan, u menga tava emas. Kimki daryo suyini tetimaydi ekan, u haqiqatan menga tavadir. Uningdan usuzligini bir oz besish uchun ishgan odam buyruqqa xiloflik qilgan bo'lmaydi dedi. Ularning ichidagi ozg'ina kishidan boshqa hammasi uningdan ishdi. Talut va uningga iymon etgan kishilar daryodan o'tgan chaqda dushmanning ko'pligini ko'rib qo'rqinishga tushib, ularning bir firqasi: bugun biz Jalut va uning askarlari bilan urushga toqat keltirmaymiz. Muloqot bo'lishga bugun biz Jalut va uning askarlari bilan urushga toqat keltirmaymiz dedi. Talutning tavalaridan Allohga muloqot bo'lishga e'tiqod qildiganlar Allohning irodasi bilan oz jamoa ko'p jamoa ustidan g'alaba qiladi dedi. Alloh chidamliq ko'rsatkuchilar bilan billadir. Ular Jalut va uning askarlari bilan uchrashgan chaqda: Parvardigorimiz, qalbimizni chidamliqlik bilan to'ldirgin. Qadamlarimizni urush maydonida sabotliq qilgin. Kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin dedi. Mo'minlar Allohning irodasi bilan kofirlarni mag'lub qildi. Davud Jalutni o'ldirdi. Allah Davudga saltanatni, hikmatni, ya'ni payg'ambarlikni berdi. Uningga xohlagan narsalarini, ya'ni foydali ilmlarni bildirdi. Allah insonlarning ba'zisi bilan mudofaa qilib turmasa, ya'ni kuchlik tajovuzchiga uningdimi kuchlik bo'lgan bir narsani obrida qilmasa edi, yer yuzi albatta fasodga aylanadi, ya'ni xarobalikqa yuzlanadi. Lekin Allah yomonlikni ustunlikka ega qilmaslik bilan butun jahon ahliga marhamat qilguchidir. Bu Allohning oyatlaridirki, uni biz sana to'g'ri ravishda o'qib beramiz. Ey Muhammad, sen albatta Allohning da'vatini yetkazish uchun avatilgan. Sen albatta Allohning da'vatini yetkazish uchun avatilgan payg'ambarlarning birisan.